Ha, chiqdi. Endi video qilaverayda, va'zisiga o'tkazib beraman, ketaman. Assalomu alaykum. Ismingiz kim edi sizda? Bu tandirdan nimalar chiqadi? Mingta yoqamiz tandirni kuniga. Ha, barakalla, mana tandirimiz bo'shagan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'chib qoldi-ku bu. Ha, olaveradi. Ha, olaveradimi? Mana bugun afzorimizda savdo-soqada soqoq somsa. Mana shu yerdan 16 ta tandirimiz bor ekan. Va opalarimiz jadallik bilan somsa yapmoqda. Nimali somsa yapdingiz, opa? Hozir mol go'shti oshqovoq kattishga yoqdi. Diqqatliroq. Kelinglar. Xudo xolasa qizaryapti, ha? Ha, yoqildi, qizarar. Kuchalarimiz. Avzorimizda ayron go'jalarimiz bor ekan. Tavakkalarimiz bor. Go'shtlarimiz. Tandirga yopilgan miyavishning. Ash akamiz kelgan ekanlar, mehmon bo'lib. O'li ham yo'qdi janding. Ayron go'jalarimiz bor ekan mana, muzdakkina. Ichida vakkallar nima qilib. Bu yoqda osh. Ko'k mana bizda bor-da aka. Suvlarimiz, o'tiradigan joylarimiz. Xudo xolasa. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Buni ko'ki umuman boshqa narsada. Buni oila odamlarga tushuntirib, isbot qilolmaysiz. Qaysi biriga aytasiz? Buni o'zasida ko'ki umuman boshqa narsa. Mador degan ko'k bo'ladi. Shu mador degan ko'kdan tayyorlanadi. O'shuncha yeb ko'rsangiz, biznikini ham ko'ki boshqacha ta'mi, jag'jali, pulva deymiz-ku, shular xuddi yo'q-ku, ta'mi yo'q. Buni ko'ki umuman boshqa narsa. Ko'pchilik bilib qo'ygan, yaxshi. Yo'q, umuman boshqa narsa. Mana sig'nomlarimiz chiqyapti ekan, o'zimizning eski yoshlikdagi kulchalarimiz. Kelaverasizlar mana. Manimcha bo'ldi. Ha,